Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi hafta kunlari uchun ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, o'tgan haftada kuzatilgan juda issiq ob-havodan so'ng, ushbu ish haftasi davomida O'zbekiston hududi bo'yicha harorat foni pasayadi. Respublika hududining katta qismida kunduzgi havo harorati 30-35 daraja, janubda 37 daraja bo'ladi. 30 iyun kuni Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarining ayrim joylarida momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. 1-iyulda respublikaning shimoliy-g'arbiy hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda momaqaldiroq bilan kuzatiladi. 2-iyul kuni markaziy viloyatlarning asosan ayrim tog'olli va tog'li hududlarida, 3-iyulda esa O'zbekistonning shimoliy-g'arbiy va cho'l hududlarida momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Shimolda, janubda va cho'l hududlarda 30-iyun kuni 20-22 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Respublikamizning tog'olli va tog'li hududlarida vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga keladi. Toshkentda bugun kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Harorat 32-34 daraja bo'ladi. 1-iyuldan 3-iyul kunlariga asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Faqat 2-iyulda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Harorat asosan kunduzi 31-34 daraja bo'ladi. Harorat kechalari 20-25 daraja iliq bo'ladi. 30-iyun va 2-iyulda shamol tezligi vaqti bilan 12-15 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi.